Assalomu alaykum, hurmatli ovchilar va ov ishqibozlari. Bugun sizlar bilan Vodiy ovchilar kanalida Islomjon. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda tarqalgan top 5 ta eng yaxshi pnevmatik bazushkalar haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin bizga albatta podpisatsiya va like tugmasini chiqaramiz. Albatta, ayrim bir negativ insonlar uchun o'zing kimsan, necha yillik ovchisan, tajribang yetadimi degan ovchilar uchun endi qo'limizdan kelgancha, agar qo'lingizdan kelsa, bachoni sizlar shunday video olinglar, chiqaringlar, ommaga o'z foydalarini tekkizinglar. O'zimni qisqacha tajribamga kelib chiqadigan bo'lsak, 6 yillik pnevmatika bilan 6 yillik o'q qurol bilan tajribam bor. Qani, unda ketdik. Videoni boshidan aytib qo'yishim kerak, bizda o'sha O'zbekistonda ko'pchilik xabari bor yoki xabar yo'q. Pnevmatik bazushkalarga ham albatta o'q quroliga qanaqa hujjat qilinsa, pnevmatik bazushkaga ham xuddi shunday hujjat qilinishi kerak. Buni esdan chiqarib qo'ymanglar. Qani, unda ketdik. 5-o'rinda Turkiyaning Kral Arms firmasi. Ushbu Kral Arms firmasining Kral 01 dan tortib Kral 11 modellarigacha bor. Ushbu modellar bir-biridan jihatdan juda ham farq qiladi. Silindri, o'sha prujina hajmlari, o'sha stol uzunliklarida hammasidan bir-biridan farq qilgan. Ushbu pnevmatikalarimiz taxtalik va o'sha plastmassaviy qo'ndoqlari bor. Har xil modellari chiqqan. Ushbu pnevmatikalarimiz og'irliklari 2 kg 200 dan 3 kg 800 gacha bo'lishi mumkin. Ushbu pnevmatikalarning hamma turiga o'sha optik pritsellarni qo'yib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana shu pnevmatikalarni ko'rib chiqishlar mumkin. Juda ham ovchilarimiz orasida byudjetli, juda ham arzon, o'sha ishlatilgani ham, yangisi ham juda ham arzon turadi pnevmatikalarimiz. O'zbekistonda juda ham ko'p tarqalgan modeli bu Kral 01 modeli. Shu Kral 01 modeli 4,5 kalibrda ishlab chiqarilgan. Ochiqni aytishim mumkin, mana shu 10 yil, 15 yil ichida pnevmatika ichida bo'lsam, hali buni 5,5 ni ko'rganim yo'q. Pnevmatikamiz sifati jihatdan ham o'sha o'zini egallab turgan joyiga ham e'tibor berib qarasangiz bo'ladi, lekin ayrim modeli juda ham udashli, juda ham aniqligi yaxshi chiqqan. Shu pnevmatikalarimiz ovda ishlaydigan rastoyaniyasi o'sha 40-50 metrgacha bo'lgan masofalarga bemalol ovda ishlatsanglar bo'ladi. O'zbekistondagi narxlari o'sha yangisi 3,5-4 million atrofidan, rabochiylari 1,5-2 milliongacha bo'lishi mumkin. 4-o'rin Ispaniyaning Norika firmasi. Norika firmasi o'sha O'zbekistonga hech qancha bo'lgani yo'q kirib kelganiga, o'zini o'sha har xil modellar bilan kirib keldi. Kuchi ham, aniqligi ham yaxshi. Pnevmatikaning sifat jihatdan ham ancha yaxshi. Faqat birgina minus tomoni shu pnevmatikalarni zapchast jihatdan, o'sha ehtiyot qismlari jihatidan O'zbekistonda ozgina muammo bo'lib turibdi. Shu pnevmatikaning prujinalari ayrim joylarda yo'q, manjetlari ayrim joylarda yo'q. Lekin aniqligi sifat jihatdan juda ham yaxshi. Shu pnevmatikalarimiz Norika firmasi ham o'zini optik pritseli bilan chiqmaydi, ayrim birlari. Ba'zi birlari chiqqan. Ovda ishlaydigan rastoyanlari o'sha bu ham xuddi o'sha Kral singari 40-50 metrgacha bo'lgan masofada bemalol ovda ishlatsanglar bo'ladi. Og'irliklari 2 kilodan 3 kg, 3,5 kilogacha bo'lishi mumkin. Shu pnevmatikalarning hammasini ustiga optik pritsellar o'rnatsa bo'ladi. Og'irlik markazlari juda ham joyida. Shu pnevmatika faqat ko'rganlarim plastik prikladda ko'rganman xolos shu pnevmatikalarni. Lekin qo'lga o'rnashishi, otishlari juda ham zo'r. Faqatgina shu zapchast qismidan tortilmaganini hisobga olmasa. Shu pnevmatikamiz O'zbekistondagi yangisi narxi 3,5-4 million 5 million atrofida, rabochiylarini o'sha 2 million 2,5 million atrofida topsanglar bo'ladi. 3-o'rinda o'sha O'zbekistonda juda ham xit darajaga chiqqan Turkiyaning Hudson firmasining pnevmatik bazushkalari. Ushbu bazushkalar Hudson 55, 35 juda ham ko'p modellari bor. Eng mashhur modellardan O'zbekistondagisi ikkitasi Hudson Striker modeli va Hudson 125 modellari juda ham omma atrofida juda ham ko'p uchraydi. Bu pnevmatikalar juda ham ko'p sotilgan. Sotuv jihatdan ham juda ham xit darajaga chiqqan ushbu pnevmatikalar o'z davrida albatta. Shu pnevmatikamizni 4,5 kalibrli, 5,5 kalibrli, 6.35 kalibrlargacha uchrashi mumkin. Shu bizni profilimizga o'tsanglar, Toshkentdagi o'sha o'q qurollar do'konlarida 5,5 va 6.35 kalibrlilari ham bor. Shu pnevmatikaning hammasini ustiga optik pritsellar o'rnatsa bo'ladi. Shu pnevmatikalarimiz komplektda optik pritsellari chiqmaydi. Shu pnevmatikalar ovda ishlaydigan rastoyaniyasi 60 metr, 70 metrgacha bemalol o'q qilsanglar bo'ladi. Albatta, Hudsonning bitta no tarafi u optika tanlaydi. Unga qanchalik sifatli, shuncha yaxshi monobloklar bilan optika qo'yilsa va gazli prujinalar qo'yib kuchaytirilsa, u o'sha siz aytgan masofalardan uzoqroqni ham urishga qobiliyatiga ega. Bu sinovlardan o'tgan, tajriba qilib ko'rganmiz, kuchaytirib ko'rganmiz, insonlarga yoqqan va bu ishlarimiz yana davom etib kelyapti. Ushbu pnevmatikalarimiz yangilari narxi o'sha 3,5-4 million atrofida, rabochiylari, ishlatilganlari 2 million, 1,5 million atrofida bemalol topsanglar bo'ladi. Albatta holatiga qarab. Ikkinchi o'rinda
Ispaniyaning O'zbekistondagi eng xit darajaga chiqqan Gammo modeli. Gammo modellari, Gammo Jungli, Gammo Shadow 1000, Hunter 440 modellar juda ham ko'p ushbu Gammo firmasini. Men o'sha pnevmatika sohasiga birinchi marta kirib kelganimda shu Gammo deb kirganman pnevmatika sohasiga. Shu pnevmatikalar O'zbekistonda juda ham xit darajada sotilgan. U insonlarimiz orasida ham juda sevib, qadrlanib ishlatilinadi. Shu pnevmatikalarimiz O'zbekistonda ko'p tarqalgan turlardan 4,5 va 5,5 kalibrlilari Gammo Shadow 1000, Gammo Hunter 440 va Gammo Jungli modellari eng kuchli modellari bo'lib hisoblanadi. Shu pnevmatikalarimiz og'irligi 2 kilodan 3 kilo 800 gacha shu Jungli modellari eng katta modellari. Shu pnevmatikalar ayrim birlari o'zini komplektida optik pritsellari va lazer yordamida mo'ljallab otish qurilmalari bilan jihozlangan, ayrim birlari gulshiterlar bilan jihozlangan. Xullas pnevmatikani full komplektatsiyadagi naborlar bilan jihozlashgan. Ushbu pnevmatikalarimiz o'vda ishlaydigan rastiyangiz 60-70 metrgacha bo'lgan masofani bemalol olsa bo'ladi. Albatta sifatli o'q, sifatli optika bilan. Va albatta otayotgan odamning o'ziga ham juda ham bog'liq narsa. O'zbekistondagi yangisi narxi 5,5-6 million atrofidan, rabochiylari, ya'ni ishlatilinganlari o'sha 1,5-2 million, 3 milliongacha bo'lgan oraliqda bemalol topib, xarid qilib olsanglar bo'ladi. Ushbu pnevmatikalarni ehtiyot qismlaridan, jihozlardan hech qanday muammo yo'q. Bemalol qo'yib olsanglar bo'ladi. Birinchi o'rinda Germaniyaning Diana firmasi. Diana firmasining pnevmatik vazushkalari. Shu pnevmatik vazushkalar Diana 31, Diana 24, Diana 340, Magnum, Diana 450 shunaqa modellar juda ham ko'p. O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan modellardan 34, Diana 34 va Diana Magnum 350 pnevmatikalar. Ushbu pnevmatikalar O'zbekistonda 4,5 lik va 5,5 lik kalibrlar juda ham ko'p ommalashgan. Ushbu pnevmatikalar eskiligiga qaramasdan o'sha 2008-yil, 2010-yil ishlab chiqarilgan vipiskalari bor. Bular juda ham baquvvat, o'sha porjin jihatlari ham, porjinlari ham katta, porjinlari juda ham baquvvat. Aniqlik jihatdan ham ancha-muncha pnevmatikaga dam beradi, ochiqni aytishim mumkin. Shu pnevmatikamizga men sifatli optika, sifatli o'q solingandan keyin bemalol 90-100 metrgacha bemalol olsanglar bo'ladi. Shu pnevmatikamiz og'irliklari 3 kilodan 4 kilo 800 gacha bo'lishi mumkin. Ayrim bir og'ir modellari bor ularda ham. Pnevmatika plastik va yog'och qo'ndoqliklarga ega. Shu pnevmatikani komplektida optikalar chiqmaydi. O'zini отдельно optika sotib olib qo'ysanglar bo'ladi. Qanchalik sifatli optika qo'ysanglar, shuncha uzoq masofani urishi va o'sha nastroykani o'zgarmasligiga chidab beradi. Shu pnevmatikani O'zbekistondagi narxi yangisi 5,5-6 million atrofida, ishlatilinganlari 3,5-4 million atrofida bemalol topib olsanglar bo'ladi. Endi pnevmatikalarda orasida eng xit darajada, eng aniqlik jihatdan ham men o'zim juda ham ko'p ishlatib ko'rganman shu pnevmatikani. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Shu pnevmatikadan agar imkoniyatlaring bo'lsa, hujjatlaring bo'lsa, mana shu Diana modelidan qizlab topishlarini so'rab qolardim. Hech qachon podlet qilmaydi. O'sha mexanizmlari ham juda ham yaxshi, hali buzilavermaydigan haqiqiy nemis sifati. Pnevmatikalar haqidagi videomiz sizlarga manfaatli deb o'ylayman. Agar biz video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va podpiskani esdan chiqarmaymiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, hali bizdan uzoqlashmanglar. Ma'lumotlar va videolar sizlarni oldinda kutmoqda. Yana sizga pnevmatikalar borasida nimalar qiziqligini bemalol kommentarlarga yozib qoldiring. Hammasi inobatga olamiz, o'qib chiqamiz va shu sohada video olishga harakat qilamiz.